Sovetskiy plitalarni ko'rganmisizlar. Ham qaranglar, taxlab tashlashganmi? Kesishmagani ham shunday turibdi. Baquvvatligini qaranglar. Eshiklar ham kichkina beton armatura ham aylanmagan shakl yuzaydi. Hop, mana shu 50 metr fasadli yer reklama qilgan ekanmiz. Zo'r joyda. Chortoq indeksdan o'tgan yilda hammani qo'yib yuborib o'ngga burilish mumkin bo'lgan svetofor bor edi-yu. O'shandan o'ngga, birinchi ko'cha o'ngga, birinchi ko'cha chapga, yo'l yuzida pashti. Shu yerimiz sotilyapti. Fasadi 50 metr. Ichkariga qarab, bu tarafi 36, bu tarafi 36. 3 burchi yer. Kirishinglar bilan unaqa navis qilingan 20 talik armaturalardan turbalardan. Shu payt materiallar ham shu bemalol bo'lganmi deyman. Hozir unaqalarni sotiladigan bo'lsa, palon pul bo'lib ketadi. Mana mana shu 3 burchi yerimiz sotilyapti. Hovlilarni ko'rasizlar. Mana bu basseyn joylashgan, 6 ta 7 ta xonasi bor. Bu tarafini garaj qilib foydalanishayotgan ekan. Mana shu 3 burchagimizni burchi tarafi bo'ladi. Xo'p, har bir sotigiga 30 mingdan so'rashyapti. 25 ming bo'lsa, unda berib olaman deyaptilar. Taqalganini 25 mingdan sotigiga deyaptilar. Pastda raqamlarni qoldiramiz, lokatsiyalarni Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.